Девчулalarim hammaga assalomu alaykum. Uyim mana shunaqa ужасный ahvolda. Hozir birgalikda yig'ishtiramiz. Shunaqa bardakda hammani o'qishga emas, trenirovkaga, ishga jo'natdim. Menda esa как всегда выходные 12-gacha выходные mana shunaqa chiroyli bo'lib o'tadi menda. Nechta boshladik bo'lmasam. Qizlajonlarim, hammaga assalomu alaykum. Qalaysizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Yana sizlar bilan yangi vlogimda diydor ko'rishib turganimdan juda xursandman. Bugun vlogimni uborka time'dan boshlaymiz. Bilaman sizlar bu uborka time'ni juda ham yaxshi ko'rasizlar. No, to'g'risini aytsam, men uborkadan ko'ra birorta retsept olib sizlarga bo'lishishni juda ham yaxshi ko'raman, lekin ko'pchiliklaringiz uborkani so'raganlaringiz uchun bugun videoyimni uborkadan boshladim qizlarjonlar. Hali выходной kunlarim mana davom etmoqda bu videoda. Atak выходной kunlar уже tugagan, ish boshlandi. Ish tugamaydi hech qachon, uy ishlariga hech qachon ulgurmayman. Ko'pchilik yozishadi, hamma narsa saramjon, chiroyli. No, to'g'risini aytsam, nimaga ulguraman? Eng asosiylariga ulgurgim keladi qizlarjonlar. Meni ham odamlar qatori prosta damogim keladi, qo'l siltavorgim keladi bir nimalarga, lekin o'zimga o'zim aytaman, agar uxlasam, mana bu ishlarim qolib ketadi, keyin vijdonim qiynaladi. Sizlarda ham shunaqa bormi? Lekin shu yaxshi narsa emas qizlarjonlar. Agar vaqtida uyqung kelsa, uxlab olishing kerak ozginagina. Uyqu g'aflat bilaman, uxlagan payting ko'p narsalar qolib ketadi. No, odamzod dam ham olish kerak-ku baribir deb o'ylayman. Bu meni, конечно, o'zimning fikrim. Lekin o'zimga ko'p dam bera olmayman, chunki bilasizlar, uyim juda ham katta, ishlarim juda ham ko'p. Shuning uchun mana shunaqa qizlarjonlar. Bugun ishimni gostiniyimdan boshladim qizlarjonlar. Gostiniyim juda ham katta. Archam turibdi hali, tug'ilgan kunimdan qolgan sharlar. Ko'zim qiymaydi bilan yorib tashlashga. No, kichkina bo'lib qolganlarni albatta yorib musorga olib tashlayman. Chunki oyoqdagida o'ralashishi ham jonimga tegadi to'g'risi. No, lekin shariklar kayfiyatimni ko'taradi, nafaqat meni, oilamdagi hammani. Bugun bizda quyoshli kun, qaranglar, quyosh o'zini nurini sochib tursa qanaqa chiroyli bo'ladi oshxonam. Bilasizlar, oshxonamni juda ham yaxshi ko'raman. Bu meni ikkinchi yotoqxonam desam ham bo'ladi, chunki выходной kunlari oshxonadan chiqqanim yo'q qizlarjonlar. Faqat gotovka, uborka har kuni yig'ishtiriladi. Mana bugun ahvolni qaranglar. Bugun bachalarni trenirovkaga yubordim, xo'jayinimni ishga yubordim. Uyimning ahvoli, kuxnyamning ahvoli shunaqa. Qizim ekun aytib qolsa bo'ladimi? Mam deydi, siz uyda paytiz deydi, oshxonalar shunday tuz yotadi deydi. Men aytaman, ну, конечно, men sizlarga o'xshab hamma narsani spryatать qilib yoshirib qo'ymayman-da. Men hamma narsani chiqarib, hamma narsani joy-joyiga qo'yishni yaxshi ko'raman deyman-da. Net baribir deydi, siz uyda paytiz uyimiz, oshxonamiz tuz yotadi. Shunaqa gaplar ham gapirib qoladi qizim, qizlarjonlar. Так что bugun mana endi nimadan gostiniyimdan oshxonamga o'tdim qizlarjonlar. Bu yerda hamma narsani joy-joyiga qo'ygim keladi. To'g'risini aytsam, bunaqa bardak bo'lib qolgan holati. Bolalarim hammasi har xil ovqat yeyishadi. Xo'jayinim har xil ovqat, men o'zim har xil ovqat. Hammamiz bitta tuxum qovuribmi, hamma bitta tuxum qovurib yemaydi. Kimnidir endi Allohga shukr hamma narsamiz bor. Masalan, ular tuxum yegan payti men sirniki yegim keladi, ili buterbrod qilgim keladi o'zimga. Qizim kasha yegisi kelsa, o'g'lim kasha yegisi kelmaydi. Xo'jayinim kasha uncha yaxshi ko'rmaydi. Ishqilib hammani ko'nglini olishga harakat qilaman, paka возможность, imkoniyat bor, paka uydaman. No, ayollar nima uchun yaratilgan? Uydagilarni ko'nglini olish uchun deb o'ylayman, chunki o'zimni ham ko'nglimni olaman-da, o'zim ham yaxshi ko'rgan narsamni. Birinchi so'rayman, ertaga nima yeysizlar, ili ertalab uyg'ongan paytimiz zavtrakka nima qilib beray? Hamma o'zini пожеланиясini aytadi, bitta zolotoy seredinasini topib ovqatlar pishiraman. Shuning uchun hamma narsa mana shunaqa bardak bo'lib yotadi qizlarjonlar. Sizlarga borini ko'rsataman, yoshirib, birinchi operatsiya qilib, keyin nima qilayotganim yo'q. Так что ishimizda davom etamiz qizlarjonlar. Birinchi o'rinda hamma stol ustidagi
narsalarni joy-joyiga qo'yishdan boshlayman hamma vaqt. Ну, например, orexlar bor, bankasiga solib qo'yaman, или tarelkasiga solib qo'yamanmi. Вообще stol ustida narsa turishini juda ham yaxshi ko'raman. Fruktlar yuvilgan turishini yaxshi ko'raman. Stolda bir ukrasheniya bo'lishini yaxshi ko'raman. Nima deydi, oreshkilar, pechenkalar stolda tursa, ну, bolalar kirgan payti ham uyda ko'rki deb o'ylaymanmi bilmadim. Yoshligimda ham shunaqa narsalarni juda ham yaxshi ko'rardim. Bolalar kichkina bo'lgan payti stol ustiga narsa qo'ysam narsa turmasdi. Uf derdim, qachon mani uyimda stolda narsa turadi deb. Hozir xudoga shukr, bolalar katta bo'lgan, уже ko'zi teggan, naverna. Shuning uchun stolim ustida uyga kirgan payti uyda fayzi bo'lib, uyda stolim ustida narsalar turadi. Yoshligimda domda turardik. Kvartirada turganimizda yon qo'shnimiz dedushka, babushka oldin ruslar ko'p turardi biz tomonlarda, hozir uncha emas. O'zbekistonda demoqchiman. Shularni uyga kirsam, stolning ustida konfetchalar, bir nimalar, fruktlar turardi-da. Bizda unaqa turmasdi. Biz ko'p yeganmiz ham bilmadim. Biz kichkina bo'lganmiz. Вот o'shalarni uyga kirsam, qanaydir bilasizlarmi, сказкаga kirib qolganday bo'lardim-da. Naverda o'sha paytlardan уже miyamga singib kelgan, shunaqa katta bo'lsam, shunaqa oilam bo'lsa, shunaqa qilaman deb. Allohga ming shukr. Allohim hamma narsamni nima so'ragan bo'lsam, hammasini yetkazib turibdi. Shunaqa yashayapmiz qizlarjonlar. Albatta bunaqa narsalarga erishishda ham o'zi bo'lmagan. Bitta kommentariyada o'qib qoldim. Singlimizmi, opamizmi yozibdilar. Sizga maza, alohida turasiz, nima xohlasangiz sotib olasiz deb yozibdilar-da. Bunaqa narsalarga biz ham tez erishganimiz yo'q qizlarjonlar. Xo'jayinim birinchi bo'lib yerga ishlashga kelganlar. Oldingi videolarimda aytib o'tganmanmi yo'qmi eslolmayman. Ishlashga kelganlar. Biz ancha ayriliqda yashaganmiz. Men qaynona onam bilan yashaganman. 3 ta jiyallari bor edi, hozir ham bor. Xo'jayinimni shular bilan yashaganman. Ularga kelin bo'lib tushganimdan ularga ona bo'lganman qizlarjonlar. Chunki akalari, yangilari rahmatli bo'lib ketgan. 3 ta bacha bizga qolgan. Xo'jayinim bilan biz katta qilganmiz. Qayinsinglim ham bor edi, u kishi ham katta qilgan, yordam qilganlar. Qaynopam ham. Ну, основном kir yuvish, ovqat qilish, dars qildirish mani qo'limda bo'lgan. Xo'jayinim uzoqda ishlaganlar, men shu Rossiyada ishlaganman, O'zbekistonda turganman. Juda ham yig'ila bo'lgan. Juda ham nima deydi, diydor ko'rishmay yurgan biz ancha. Lekin tushunib yetardim, qachonlardir bir kun hamma narsamiz bo'ladi deb. Keyin xo'jayinimning oldiga kelib yashab ketganman. 6 oymi, 5 oymi magazinlarga kirardik, bir nimalar olgimiz kelib, shunday qarab ketardik-da. Xo'jayinim aytardilar, pul yig'ib olay, uy olib olaylik birinchi sherda masalan. Yo'q, bu yerda qolish niyatimiz bo'lmagan bizlarni qizlarjonlar. Ko'p narsaga xo'jayinim pul yig'ishni juda ham biladilar. Men pul yig'a olmayman, to'g'risi. Men qo'limda pul tushsa, uyga bir nimalar olgim keladi. Xo'jayinim bunaqa narsada juda ham molodetslar, pul yig'ib biladilar. Pul yig'ib mashina olganlar, uy olganlar, hamma narsani xo'jayinim qilganlar masalan. Yonlarida albatta men ham bo'lganman. Ko'chaga sochadigan odatim yo'q meni ham. Lekin ehson qilib turish kerak. Bu narsani ko'p xo'jayinim aytadilar. Men o'zim uncha qilmasam ham xo'jayinim ko'p ehson qilib turadilar. Вот, nimaga kelishuvdik? Shunga yozibdilar-da, biz ham ko'p narsaga erishishga nima deydi, sabr tagi oltin deydi-ku, ana shu narsa haqiqatan ham rost. Xo'jayinim haligacha aytadilar, sabr qilsang sabr tagi oltin deb haligacha shu nimani aytib yuradilar. Lekin haqiqatan ham rost qizlarjonlar. Ну, sig'inish kerak, salovat aytish kerak, bu narsani ham kanda qilmaslik kerak. Go'xida ishda bo'lib, go'xida juda ham ishlarim ko'payib ketsa, namozlarim qazo qilib qo'yaman, o'zimni juda ham nima deydi, ko'yib yuraman shu narsa uchun. Baribir hamma narsani o'z vaqtida o'qilgani, hamma narsani o'z vaqtida bo'lgani yaxshi qizlarjonlar. Shunaqa qilib biz ham birinchi bu yerda yashashni boshlagan paytlarimiz ko'p kvartirani bo'lib turganmiz. Kvartiralarimizda 3 martami kvartira almashtirganmiz. Lekin kvartiralarni ham nimagadir o'zimni uyimdek ko'rganman. Hamma narsani yuvib tarab, kvartiraning egasi bugun keladi masalan pul olishga desa, o'sha kuni hamma joyda yalab, yulqab, bir nimalar pishirib, mehmon qilib kuzatib yorardim-da.
Hozir bunaqa narsalar yo'q qizlarjonlar, chunki o'zimiz ham kvartira sdavать qilamiz. Da, u yerda ruslar turadi, no shunaqangi iflosini chiqarib tashlaydi kvartirani, bilmadim. Men unaqa yashamaganman, birovni xasm haloliga bunaqa yomon qarashlik kerak emas deb o'ylayman, chunki birovni narsasiga shunaqa qarasang, seni ham narsangga shunaqa qaraydilar. Lekin bizda unaqa narsa bo'lmayapti qizlarjonlar. Men yaxshi qaraganman, men narsamga odamlar yaxshi qaramaydi. No kvartira snimat qilib yurganmiz, ancha vaqt keyin kvartira oldilar xo'jayinim. Uni ham tuyimizni nechidir yilligiga, 10 yilligiga ish qilib menga sovg'a qilganlar kaltini. Asta sekinlik bilan yaxshi yashab ketganmiz. Birinchi 2 xonali uychamiz bor edi. Oshxonacham juda ham kichkinagina edi. Men ham juda ham orzu qilardim, katta oshxonam bo'lsa, katta unaqa bo'lsa deb. Keyin shu uyni qurishni boshlagan paytimiz biz komsomolsda turardik. Xo'jayinim Xabarovskga kelib uyni qurishni boshladilar mana shu yerimizga. Kelganimda 3 oylik kanikulda yozda kelib qarasam, mana fundament tashalganda ko'rib, voy, buncha kichkinagina uycha dadasi degan ekanimda, deganman, hali ham eslayman. Keyin nimaga kichkina, nechiga nechi deb aytdilar-da, men aytdim, yo'q, bu kichkinagina, men kuxnyam mittigina bo'ladimi deb gapirganimga yana nechidir metr qo'shganlar-da. Uyimiz juda ham katta bo'lib ketgan qizlarjonlar. 2 etajlik emas, 3 etajlik uyimiz bizani. Вот uyimiz rosa katta bo'lib ketgan. Hozir bir nimalarga charchadim uy yig'ishtirishga desam, o'zing pishirgan oshni o'zing nima qilib uflab ich deydilar-da. O'zing ichinni, men senga aytdim, uyimiz katta bo'ladi deganimga, yo'q deb ko'nmavding, yana qo'shing deb, mana senga katta uy, endi yig'ishtirasan indamagina deb kulishma qilayotadilar. Hammaga aytib berganlar, o'zim hamma biladi bu gapni. No, sizlarga ham aytib o'tay dedim, sizlar ham bir kulib olinglar meni ustimdan dedim. Так, девчули, обедga бедра запечь qilmoqchiman. Бедра чем грудка сочнее, но грудка ham yaxshi chiqadi. Просто marinovать qilaman-da, ozginagina kesib oldim. Duxovkaga yuboraman и все. Marinovkam uyda nima bo'lsa, to'g'risi qizlarjonlar, suvini to'kib tashay. Men ko'pincha nima bilan marinovka qilaman? Teriyaki bilan. Teriyaki беспроигрышный variant, to'g'risi. Ko'p narsaga, почти hamma narsaga teriyaki solaman. Chunki ovqatlarni ta'mini ham yaxshi qiladi, souslarga ham yaxshi. Ko'ryapman sizlarga, bu yerga chesnochniy sous soldim. Teriyaki o'zi tuzlik. Tuz solish shart emas demoqchiman. Ну, для аромата man aromatный соль solaman bunaqa. Ichida buni pripravalari ham bor. Живой deman, nima, свежий чистый sosalar ham bo'ladi qizlarjonlar, no tozalab o'tirgim kelmadi to'g'risi. Sizlarga boshqa narsani videoga olaman. Yaxshilab yediramiz, все. Mana bu kesgan joylarimizga yaxshilab yediramiz. Suramiz to'g'rirog'i. Moy solmadim, вообще marinovkaga moy ham solaman, oq yog'. Bu safar solmadim chunki men bu nimalardan, nima desam, terilaridan jir chiqadi-da, shuning uchun jirni qilib nima qilaman. Obedga grechka сварить qildim hozir. Grechka bilan mana shu go'shtni beraman. Ham не жирный, диетичный, ham foydali deydi-ku. Mana shunaqa. Folga yurayman и все. Hozir qo'limga bo'lay. Birorta idishga solib ustini folga bilan tortsalar ham bo'ladi. Men idish yuvdim kelmayapti. Shuning uchun просто folgaga urayman. Где man folgam? За 2 minut. Qizlarjonlar. Folgam просто o'rtasini 2 qavat qilaman, o'chilib ketmasligi uchun. Yirtilib go'sht suyagi tegib. Просто mana shuni solaman и все. Boshqa hech narsa kerak emas bizga. Yaxshilab yo'qiladi. Folgada o'zini sokiga tamid qilib
pishadi qizlarjonlar. Все, duxovkaga yuboramiz. Solamiz. Все. Sochni bo'lib ichida suvlar bilan chiqadi. Agar yodimdan chiqmasa, конечно, tayyor rezultatni ham sizlarga tushirib o'taman. Qizlarjonlar, выходноyimiz davom etadi. Bugun qizim bilan 3-etajimizni ozgina uborka qilib, charchab qolib, qisqa videomda aytib o'tdim. Sushi zakaz qildik, rolli sushi. Uni kutganimizcha posuda sentrga kirdik. Mana bunaqa chiroyli joylarni sizlarga obzor qilib o'tay dedim. Sizlar bilaman, sizlarga ham juda ham yoqadi, mazza qilasizlar. Menga o'xshab. Keyin ozginagina покупкачalarimizni ham ko'rsatib o'taman. Это для свечи, да? Ну, заказ будет готов. Через... Это дешевле. Пластмассовая, мне не нравится пластмассовая. Много. На кухне мне что-нибудь надо взять. На кухню подойдет вот этот цвет. Метайся. Posuda sentrdan chiqib, rollarimizni olib oldik. Endi esa magazinga kirdik qizlarjonlar. Bo'lsa deb hamma vredniy narsalarni sotib oldik. Bugun bunaqa lapshalar yemoqchi biza. Bilaman, gapirib turmanglar. Bu vredniyligini juda yaxshi bilaman. Ko'p yemaslikka harakat qilamiz. Baton oldik, buterbrod qilishga. Uyga otlanamiz hozir hammasini to'lab olib. Так, ли такое? Как? Кей-попс. Кей-попс называется. Ну, типа картошка с глазурью. Ну, прикольно, ничего. Что, поехали домой? Валберсga kelamiz, конечно. Qizlarjonlar, yo'l-yo'lakay Valbersga kirdik. Tovarlarim ketdi. Magazindan olgan hamma posudalarimiz ko'rsatamiz. To'g'ri, bu qizimga ko'proq. Qachonlardan beri olaman deb yurgan mana bu terkamni oldim. Удобный chesnovlarni terit qilishga. Mana bunaqa chiroyli posudachalar oldik. Men обязательно o'zimga bunaqa kofe ichishga idishcha oldim. Chiroyli videolar sizlarga snimat qilish uchun qizim o'ziga mana bunaqa tarelkachalar. Ну, может, qizimga emas, может, menga ham ko'ramiz. Mana bunaqa supnitsa ham oldik qizlarjonlar, juda ham chiroyli. Hozir posuda sentrda вообще skidka boshlangan. Yangi yil tovarlarini hammasini уже vitrinadan olib, olmaganlariga skidka qo'yib tashlaganlar. Agar biz tomonlarda tursalaringiz, borib olsalaringiz bo'ladi. Anchagina skidka yaxshi. Bu tovarim esa Valbersdan. Yutgan qizlarimizga ham kimgadir mana shunaqa stakanchalar sovg'a qildim qizlarjonlar. Bir kishi menga bugun kecha menga yubordilar. Videosini qo'yib yuboraman. Qolganlardan iltimos qildim, nimagadir obzor qilishmadi menga. Endi naslava ishonasizlar menga. Bunaqa chiroyli ribristy emas, bu bilmasam bugaristiymi stakanchalar. Juda ham chiroyli, ichishlik. Juda ham yoqadi menga bunaqa narsalar. O'zimga har doimgidek termoscha. Xo'jayinim aytdilar, tuyasanmi bunaqa termosdan? Yo'qmi deb. Nima qilayman? Ertalab vaqtli ishga ketsam, o'zimga shunaqa kofechani damlab qo'yib,
или bir napitikchan qilib ichib ketsam nimasi yomon deb o'ylaymanda bironchi yildan sotib olgancha. Endi esa navbat stol taxlashga qizlajonlar. Bugun chiroyli atmosferada biza vredniy narsalarimizni yemoqchi biza и birgalikda kino ko'ramiz. Вообще Гарри Potter ko'rganmisizlar? Гарри Potter ko'rmoqchi edik. No uyga kelsak уже hamma uyda ekan. Hammamiz birgalikda ужин qilib oldik. Tipa vredniy narsalar bilan keyin семейный kino ko'rdik qizlajonlar. Hozir birgalikda sizlar bilan o'zimizni vredniy stolimizni taxlab olamiz. Sizlar ham shunaqa narsalar uyushtirib turasizlarmi, yo'qmi qizim bilan? Bitta dona qizim borligi uchunmi bilmadim, shunaqa narsalarni dugonacha bo'lib uyushtirgim keladi. Ko'p bo'lmaydi. Hozir endi mana выходной kunlarda vaqtimiz bor payti qilamiz. Chunki u o'qishda, trenirovkada, men ishda charchab kelasam, даже bir xil payt gaplashishga ham vaqting bo'lmay qoladi. Lekin shunaqa imkoniyat tug'ilgan payti shunaqa вечерокchalar устраивать qilib turish kerak deb o'ylayman. Bu meni fikrim albatta. Mana bunaqa bilmadim, dasharakmi, rolton emas, точно yangisidan пробовать qilib ko'ruvdik. Mana bu achchig'idan ishonasizlarmi? Bir tomchi soluvdim, zahar bo'lib ketdi ovqat. Bilmayman, karslar qanaqa qilib yeydi buni. 2 qoshiq lag'monidan yeyman dedim, og'zim achib, kuyib bir nimalar bo'lib ketdi qizlajonlar. Qizlajonlar, shu bilan videomni yakunlayman. Biza bilan bir kunlaringizni o'tkazganlaringiz uchun katta rahmat. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni yodingizdan chiqarmang. Sizlarni esa kommentariyada kutib qolaman qizlajonlar. Assalomu alaykum Dilfuza opa. Yaxshimisiz opajon? Tinchmisiz? Mana pochtamizni oldik. Qo'limga sovg'alarim yetib keldi. Bundan juda ham xursandman. Ahvoli zo'r kelgan. Hech qanaqa to'lov qilmasdan borib oldik. Hech qanaqa muammolarsiz konkursingizda qatnashganim uchun, ikkinchi o'rin olganim uchun skrab kremlar yuboribsiz. Nabor menga juda ham yoqdi. Hidlari o'z aytganingizdek bomba. Shunaqa zo'r nabor ekan. Mazza qilib siz duo qilib ishlataman, Xudo xohlasa. Men уже sizdan 3-marta sovg'alaringizni olyapman. Ishtirok etib konkurslaringizda va yana Xudo xohlasa qatnashaman konkurslaringizga. Men bundan juda ham xursandman. Sizdan sovg'a olish qanaqadir yoqimli. Katta rahmat deb qolaman. Topganlaringizga ilohim baraka bersin. Boshqa podpischiklaringizga ham omad tilab qolaman. Ilohim podpischiklaringiz ko'p bo'lsin. Katta rahmat opajon, sog' bo'ling.